Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. İslam ve Biz programımızın 163. saniyini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmelerimiz, yıllardan bu yan devam kılıvatkan programımızda her bir Müslüman Kur'an sünnet nuru astıda düşünüşü gerek boğan xilma-xil mavzularına ayrım temakan şekilde huzuruna sunup kelivatımız. Bugün bütün gün elanımızda vergendek elbette mübarek bir ayının Əşbəşdi geçemene ahırqı 10 günüge kirdik. Bu mübarek ayda elbette Ramazan rozu olsun, her günkü Ramazanlık programımız olsun. Bütün hemmiyede Ramazan'ın pezileti, Ramazan'da kılındığın nurgun emelle. Bu mübarek ayını fırsat bilip, şu ayda Allah'ın mağfiretine erişken günahları mağfiret kılınğan halde çıkıp getiş arzusu, ümidi her bir Müslümanın ki en çok tehlike olsa gerek. Şunun için bugünkü temamızda mı her bir Müslüman ensireydiğen tema şekilde koyduk tünügün rozunuzun kabul olmaslıkından korkmamsız diyen temada. Elbette bunu her bir Müslüman oylaşı gerek boğan, şununla göre emellerini tüzüş gerek boğan bir tema. Dikinimdek her günü bu temalar asıltılıvatı donurğun ustazlarımız harbiden. Şundak bolsunmu? Fezekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Asletkin, bu asletiş müminlerge payda kılıdı, menfaat kılıdı diyen Rabbimizin buyruğu, talimatı asası da bugün yine hem bulup muahirki 10 gün geçirgen şundak bir uluq minut saatlerde küllerde turvatımız. Şu an bugün bu temanı yeni bir asılış babıdan oturup huzurunlarda. Kıymetli vaktini çıkarıp programımızın daimlik aziz mihmini, hürmetlik Şarkı Türkistan Ölümanla Birliği şunakla Dünya Müslüman Alına Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp ziyaretimizi kıldık için köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli görünmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarixli vatıda. Ekran alda çıkıp durvatkan numarımız şunakla İçtimai fikir vasıtırdıki alaka vasıtırımız arkalık. Programımızga alakadar her qandaq fikir teklif bolsa, berişanlarni suallarına bolsa, soruşanlarni ümid qilamiz. Şundaqla köplegen qeydaşlarımızdan faydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda ustoz boshlab ketsak, Ramazonda albatta beshidin tatib har qanday bir olimning qishig'i kelsa bu Ramazonda nimalarni qilishimiz kerak deb so'riladigan bir klassik savol hamda. Shuni yana shundan boshlasak, yana bir aslatma sifatida. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Belki köplegen qarindoshlarimiz Ramazan nima yoki ro'za nima desa yemek ichmakdan chekinishdi. Bu nat yüzaki bir tonuşu ro'za haqidagi yoki Ramazan haqidagi. Bu Ramazanni bir dastlab bir tonish lazım. Ramazan ayı qanday? Ro'zaning mohiyati yoki javhir nima? Buni bir bilish lazım. Ro'zaning qabul bo'lamdi, bo'lmam degan o tema o'tayish. Bu Ramazan ayı Qur'on ayı. Birinci olup her bir Müslüman qilish tegish Qur'on bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash. Qur'ondan nazil bo'lganlarga Allohga hamd etish. Qur'onningki nazil bo'lganligi uchun olqishlash, davomli Qur'on bilan bo'lgan munosabatini kuchlantirish bu birinchi vazifamiz. Qur'oni Karimningki bilim ma'rifat xazinalaridan g'izolanish, Qur'oni Karimning ko'rsatmalarini bilish, Qur'oni Karim bilan ko'p vaqt mashg'ul bo'lish bu oyninki, bu ro'zaninki eng muhim taqozosi. Xo'sh. Shunday qilib bu Ramazan ayı İslamni bir bütün sağlam tushunishga uringan bir ay. Boshqa vaqtlarda o ishlar bilan, bu ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketgan bo'lsa-mu, bu ayda Qur'on o'qishga, payg'ambarimizning sunnatlarini o'rganishga, islom haqida yozilgan materiallarni, kitoblarni ko'rish orqali islomni bir sağlam bir tushunishga vaqt ajrish bo'libmi eng oxirgi bu 10 kunning o'zida boshqa ijtimoiy faoliyatlarni azaytib, vaqt zoya qildigan naslni azaytib, islomni sağlam bir tushunish bu bek muhim. Chunki bu yilninki eng muhim oylari. Enin kendi ömrününki en muhim basqichlari. Demek bu şu ayda İslam bo'lgan sağlam tushunsa, shakllansa, bundan keyingi hayoti o odamniki sağlam bo'ladi. Xo'sh. Bu Ramazan ayı imanni kuchlantirgan ay. İman nima bilan kuchlandi? Bu vaqt izlash lazım Müslüman. Müslüman bo'lgan odam Ramazan qalbini paklash lazım. Qur'onning nazil bo'lish eng cho'ng maqsadlaridan birisi, payg'ambarlarning avatilish eng cho'ng maqsadlaridan birisi insonni insondek qilish. İnsanni bir Müslüman'a yarışa haletki şekillendiriş.
İslam medeniyetindeki başka medeniyetlerde farklı olan alaylığı kalbden paketkadı. Başka bugün dünya nurgun medeniyetler var. Hele onda çatak, hele bunda çatak. Bir insanlık görünmedi. Bir rahat amallık görünmedi. Nemiş kalsa kalp paketkadı. Fakat İslam'dan başkası yok. Ve yüzekkiyim dedi. Peygamberinin dünyada en çok maksatlarının birisi mi? Kalp paketkadı. Onda o kadar Müslüman bu ayda kalbini bir tazlap çıkış lazım. Kalbini bir yup çıkış lazım. Müslüman bu ayda nefsini tizginleşi lazım. Halal neslerden, yemek içmekten bolsun ve ayalı bilen boğan halal münasibetten tizginleydigan insan elbette haram neslerden, dinimizde çeklengen neslerden çokum tizginleşi lazım. Bu halal nesli meşik kıldırıp Allah subhanahu wa ta'ala haram nesliden özanı tizginlep bundaki hayatında. Eğer bu biz yemek içmekten toxtab, biz nesli yemesek, içmesek tugaydigan bolup kalsa, o rozunun kıymeti olmaydı. Demek günah bo'ladigan, haram bo'ladigan, Allah'ın Resulü yaş görmeydigan her qanday narsadan nefsimizni tizginlashni o'rganish lazım. Nefsimizni kontrol qilishni o'rganish lazım. Bu ro'zaninki eng chong maqsadlaridan birisi. Bu ayda aqlimizni mi yuyishimiz lazım. Yani bir aqlimiz yuyish maqsad nimasi? Xato tushunchalardan, xato tasavvurlardan aqlimizni yuyish lazım. Kalbimiz yugandek aqlimizni mi İslam'a zıt kelgan tasavvur, zıt kelgan falsafa, zıt kelgan tushunchalar yuyish lazım. İdeyani sağlamlaştırış lazım bu aydın payını. Qandaqdır bir yer Müslüman namaz o'qib qo'ysa, ro'za tutib qo'ysa tugmaydi. Dunyo qarishganda, siyosiy ko'z qarishganda, vatan millat ko'z qarishganda, bu dinga qandaq qaraydi? Boshqa insonlar bilan bo'lgan munosabat nereden bunu qandaq tushunadi? Bu ideal xatolik bo'lgan bo'lsa, bu yerda uni tuzib o'tish lazım. Aqlini tafakkur qilish orqali, oyatlar haqida chunqur o'ylanish orqali aqlini taraqqiy qildirish lazım. Axloqini yürüyüş duruşunu ıslah qilish lazım. Eğer hata yoki nachar qilmishlari yoki ahvollari bo'lgan bo'lsa, uni yig'ishtirish lazım. Masalan, ko'pincha nachar ishlardan nafsini paklash, axloqsiz ko'pincha tamakini misol qilish mumkin. Bu bir misol. Aroq ichish, eng nachar odatlarning birisi. Bir musulmonga tuhmat qilish, bir musulmonga ziyonkashlik qilish, bu eng nachar yurishtirishga xato illatlarning birisi. Harom narsalar qarash, harom narsalarni anglash, bu narsadan o'zini tozalash lazım. Shundoqla bu Ramazonda samimiylik, buni ixlos deb ataymiz. Ixlos va taqvolik ro'yini yetildirish. Musulmon mush oyda bir oy chaniqish orqali o'zida taqvolik va ixlos yoki samimiylik ro'yini yetildirsa, bundan keyin 11 oy ichida uningdagi samimiylik, uning taqvolik o'zgarib ketmaydi. Chunki bu 2 soatlik, 3 soatlik emas, Parvardigorimiz 1 oygacha chaniqsan dedi. 1 oygacha mush ruhni o'zingni yetildirsan dedi. Samimiylik, taqvolik. Agar bu 1 oy ro'za tutib bizda samimiylik bo'lmasa, ya'ni ilgaridan yolg'onchi bo'lsa, qo'ymuchi bo'lsa, saqtbaz bo'lsa, sotqin bo'lsa, xoin bo'lib qolsa, bu ro'za nol ketadi. Bu ro'zaninki maqsadlari u yerda hech qanday holatda ish qo'shmagan bo'ldi. Qur'on Karim ro'zaning eng chong maqsadlarining birisi la'allakum tattaqun dedi. Bu ro'zaninki, ya'ni qilgan ishlarimiz musulmonlik kimligini namoyon qilish. Musulmon o'zining musulmonligi bilan faxrlanish lazım. Alhamdulillahillazi hadana lihaz. Allah'ın bizi musulmon qilganligi, ibodat qilishga muyassar qilganligi, ro'za tutish ne'matini berganligi uchun buni ne'mat shukr aytib, her vaqt o'zining musulmonlik obrazini tiklash lazım. Her vaqt musulmonlik faxrlanish lazım. Musulmonlikdan kamsindigan yoki musulmonlikni to'ban ko'radigan holatda saqlanish lazım. Ro'za musulmon kimligini namoyon qilgan eng chong islomdagi shiorlarning birisi. Shundoqla bu ro'zada yoki Ramazon qilgan ishlarimiz islomning prinsiplaridan, mush oydan tartib, islomning prinsiplari masalan namozchilik alindi bu yerda, ro'za, zakat, umriga bordiganlar chiqadi. Bu vaqtda jihad so'zlanadi. Peygamberinin tarihi anlatıldı, İslam kahramanları atılganında, onun da nurgulluğun prensipleri var. Peygamberlerin örnek tutuş, İslam çeklengen işlerden yeniş, emri ma'ruf nahy munkar tartib, siyaset tartib, en ahir adli iş. Muş işler çıngtırış, doğa yetildiriş lazım. Biz ro'za tutamiz, lekin İslam'dan prinsipi kelgancha bo'shab ketsek, yoki İslam fobiya degan, İslam düşmanlik uçqab, İslam düşmanlarini do'st tutgan, Allohninki do'stini yomon ko'rgan holatga kelib qolsak, bu ro'zani foyda qilmagan bir ro'zaga aylanib qoladi. Şuna bilan birlikda bu oyda qilgan ish, bu dinni bizga yetkazishga vasita bo'lgan, bu dinni amaliy hayot bilan biz ko'rsatib qo'ygan, insoniyatning yetakchisi bo'lgan Payg'ambar alayhisolamning hayotini o'qib chiqish lazım. Peygamberimizden hayatı bilen bir tanış lazım. Peygamberinin yolda kandak yığan çağda sağlam mangıl oldu. Bu ruhunu yıkıldırış lazım. Bu ayda kıldığın en mühim işlerine birisi.
Shuningdek, mas'uliyatchanlik ro'yi. Mas'uliyatchanlik balkim ko'pincha o'zi qarta deyishi mumkin. Oilasi qarta deyishi. Bu avtomatik insonning xarakteri. Lekin bu yerda musulmonda mas'uliyat birinchi bo'lib dini qarta mas'uliyatni nima? Berish lazım. Men nima ish qilishim lazım? Mening ustimga tushgan mas'uliyat nima? Olimninki olimga tushliq mas'uliyati bor. O'limaninki o'lima tushliq mas'uliyati bor. Siyosetchininki siyosatchi sufti bilan mas'uliyati bor. Men normal qilgan ibodatdan sirtqi mas'uliyat. Boyninki boyga tushliq mas'uliyati bor. Ziyolining ziyoliga tushliq, kadrninki, muhandisning har birisininki o'ziga tushliq, umum qilinadigan ishlardan ortiq mas'ul. Buni o'ylanish lazım. Bu vaqtda o'ziga bir xarid to'xtish lazım. Dinimga qarta qanday mas'uliyatim bor, vatan millatga qarta qanday mas'uliyatim bor. Bu dat chekayotgan, irqiy qirg'inchilik duch kelayotgan, namoz o'qiyamayotgan, ro'za tutamayotgan musulmonlarga qarta mening gadrimdagi mas'uliyat nima deydigan bu ongni, bu ruhni yetildirish lazım. O qadar biz o'zimiz ro'zani tutsak, bu yer necha million inson ro'za tutamasa, namoz o'qiyamasa, parvarlik ibodat qilamasa, ya'ni beshimiz ishimiz hech shu bo'lmaganda yuraversak, bu ro'za o'zining kuchini ko'rsatmagan, ta'sir namoyon qilmagan bir ro'za bo'lib qoldi. Bu shaxs ijtimoiy hayotimizda bu mas'uliyat ro'yini yetildirish intayin muhim. Shundan bu ro'zada qilishlik ishlar qarindoshlik ro'yi, islomiy qarindoshlik ro'yi, musulmon qarindoshlik ro'yi, bir-biriga ilgi chiqish, bir-biriga yor yo'lak qilish bu ruhni yetildirish lazım. Yo'q, mening ahvolim yaxshi bo'lgandikan, yoki mening ishim joyida bo'lgandikan deb o'zining qarindoshi qarta, qo'shnisi qarta yoki bu millatning g'amini yeyotganlar qarta, sening holing nima nagicha? Nima yeyotsan, nima ichyapsan? Sen bu xizmatni qanday qilyapsan? Nimaga tayinlab qilyapsan? Kuch bormi, yo'qmi? Madad sana yardım kerakmi? Buni bilan kar yo'q. Faqat men bo'lsam bo'ldi desa, bu uxuvat, ya'ni qarindoshlik degan so'z chiqarilmaydi bu yerda. Bir-biriga yorolak bo'lishdan so'z chiqarilmaydi. Ya yorolak bo'lish faqat miskinning qo'sqin to'g'ri. U bir tarafi. Bu yerda o'lmagan bo'ytaqli va u bir taraf. Maktabning pulini to'layolmagan bir o'quvchi va u qarindoshlik ro'yi bilan u bir tarafi. Kirasını to'layolmagan va balki bir taraf. Ammo bu millatning kirasini to'layolmagan bir ish. Buni bir o'ylasa. Ya'ni millatning kirasi maqsad bu millatga xizmat qilishda badal to'layotgan. Masalan, tashviqotchilik. Bugungi kundagi eng ilg'or qurolning birisi tashviqotchilik. Balki ba'zida shu bunga xayriy ihson bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, buning tushamdi tushmamdi. Bugungi kundagi dunyoga qarasak, dunyoning egizpas qilayotgan yoki o'ngtay qilayotgan yoki ozg'un naslni bozor solayotgan yoki botil naslni to'g'rida ko'rsatayotgan eng kuchli qurol demasi bugungi kundagida tashviqot. Bugungi kundagida cho'ng urushlar bo'layotdi, u yerda atom rolini ko'rsatmayapti. Ko'rsatayotgan narsa nima desa, kamera. Haqiqatni jonliq holatda ekran orqali haqmi, botilmi, to'g'risimi, yolg'onmi ko'rsatayotgan narsa tashviqotchilik. Bugungi kundagida bizga o'xshash bir qirg'inchilikda zulm duch kelayotgan bir millatga nisbatan qila oladigan ish. Atom bormiz bu millat yo'q. Cho'ng muhandislar bormi qurol yasay oladigan u yo'q. Cho'ng siyosat dunyo e'tirof qilib makil dadinglarga oladigan u yo'q. O'zi bo'layotgan, o'zining millatiga, vataniga bo'layotgan zulmni olta oladigan bir tili va zuvani. Qila oladigan ish. Bunun kelgan chaqdimi, ya'ni buni qo'llamaslik, bunga yordam qo'lini suzmaslik, buni bir iymoniy majburiyat, milliy majburiyat, islomiy majburiyat nuqtasini ko'rmaslik, bu ro'zininki taqozosi tushadi. Ro'za nima uchun nurg'oyada jihad qilgan? Nima uchun Ramazonda elib berilgan jihadlar hammamiz g'alaba bilan bo'ldi? Bu jihatimiz buni bir bog'lash lazım. Her Ramazonda Badr g'azoti olsun va boshqa g'azotlar bo'lib qolsin, jihad olsun qilgan. Yani bir musulmonda jihad ruhini, ko'rish ruhini yetildirgan bir ay. Buni mu qarindoshlarimiz, buni mu o'ylash lazım bu dairda. Shundan bu ay insonlarningki qazi bo'lgan bo'lsa, ya'ni boshqalar o'taydigan, mayli moddiy qazi bo'lsin, ma'naviy qazi bo'lsin, buni ado qilish oldiradigan ay. Ro'zani tutdik eng yaxshi ibodatlarning birisi, ammo biz seni tillab qo'ygan, bizga haqorat qilgan, bizga tuhmat qilgan, bizning pulni qo'yib etgan, biz senin qazini vaqtida bermay so'zib etgan degan o'xshab bunda qazi bo'lgan bo'lsa, bu oyda ibodatimizdan qabul qilinishi uchun uningga aldirash lazım. Zalimga va tajovuzga qarshi turish, jihad ro'yini tildirish lazım. Olimlarimiz ko'pincha vaqtlarda Ramazon eng ko'p to'xtalgan temlarning birisi islomda yuz bergan payg'ambarimizning hayot elib berilgan jihad harakatlari. Nima ish qilsa bu ruh yetilsin deydi. Ramazondagi iymonning kuchi bilan, iymonninki fazilati bilan qo'saq osh turuli, usiz turuli g'alaba shu yerdan kelgan. Allohning madadi bilan.
Bu ruhni musulmonlar yetildirish lozim. Bu faqat bir masjiddagi ibodatimiz bilan, u oddiy sanalganlik emas, yoki takror umr qilish bilan u musulmonlik majburiyati tugmaydi. Yoki ro'zaning taqozosi, yoki ro'zaning mohiyati bu yerda ish qo'shmaydi. Demak, xulosalgan vaqtda Ramazon oyi bir musulmonlik ruhini tiklaydigan, bir musulmonlik irodasini yetildiradigan, musulmonga yarasha sog'lom bir g'oya yaratadigan, har qanday shaytonlar jang e'lon qilgan, mayli moddiy shayton bo'lsin, ma'naviy, falsafiy, tashviqot shayton bo'lib qolsin, islom dushmanligi har qanday jang e'lon qiladigan, musulmon o'zining hayotini tartibga solib, mush Ramazonda sahardan tortib oxirigacha 11 oydan tartibga soladigan, yangi plan bilan qadam bosadigan bir oy. Bu Ramazonda qiladigan ishlar bulardan iborat. Shunga bu Ramazonni tonishtirgan vaqtida bu masalani bir az kengir tonishtirish bu Ramazonninki taqozosi ham bu oyda musulmon yetilish tegishli eng muhim qilish tegishli. Allah razı olsun. Nayet tafsili holatda ish böyle. Endi temamiz, mavzurimiz ro'zamizdan qabul bo'lmaslikdan qo'rqmamiz. Nimalarni qilsak qo'rqishimiz kerak. Albatta yuqoridagi so'zlangan narsalarning aksini qilgan inson javobi emasdi ichida bor. Biraz bunu aşkan bulsak. Bu vaqtimi belki ko'plagan qarindoshlarimiz to'xtaldi, yoki to'xtaldi. Masalan, payg'ambarimiz mallam yada qavla zur val amala bi falaysallah. Yolg'on gapni tashlamagan ro'z tuttirma. Faqat yolg'on gap. Bu yer yolg'on guvohlik berish bo'lsin, yolg'on gap qilish bo'lsin. Mushni tashlamagan odam ro'z tutsa, o ro'zang nolga tangdir payg'ambarimiz. Ham uningdan sirt bir oz hal qilsa, yolg'on gapni o'tab manfaat qo'l keltirgan, yolg'on guvohlik bergan, shaxsga, jamiyatga, millatiga, vataniga, davlatiga ziyon keltirgan xoinlik qilgan, sotqinlik qilgan, nurg'un ishlar sanab keldi. To'xtamay bir-birisidan keyin bizani ko'chilab, yuzini to'kishib urindigan. Buni uning qisasi bu masalani dal uyat tushdi. Biz u temada boshqalar to'xtalgan bo'lg'achqa o'yin kirmay, boshqa bir boshqa oddiy sanayotgan ammo muhim nuqtadan birini tilga olib o'tamiz. Bu Ramazon oyi yuqori qo'shimcha deymizki, har bir musulmonning Alloh bilan bo'lgan munosabatini qaytib tekshirib chiqadigan oy. Alloh bilan bo'lgan munosabatini yaxshilanib o'tamdi, keyinigini o'tamdi. Oldi qarab men o'tamdi, keyin men o'tamdi. Alloh meni yaxshi ko'rdigan bosqichdimi yoki men yomon ko'rdigan yo'lga qoldim. Payg'ambar bilan payg'ambarning yo'l yo'riq sunnati bilan qanday ketyapti meningki muomalam. Yaxshi ko'rishvami bu yerda? Ubbulloh va bir rasul yoki yomon ko'rishvami yoki sal qarashvami yoki beparvolik va bu tekshirdi. Musulmon bilan qanday munosabat turadi? Qur'oni Karim innamal mu'minuna ikhwan. Musulmonning qarindoshi edi. Nasabni tilganmidi? İmanның özde qarindoshining eng yuksak pallasi. Bu yerga kelgancha musulmon qanday muomala qiladi? Dushmandek muomala qilib o'tamdi yoki o'zininki akukat yaqin tuqqanlardek muomala qilib o'tamdi? Buni qayta qarab chiqadigan bir fursat. Bu fursat musulmonlik majburiyatlari qanday muomala qiladi? Musulmonlik majburiyat ado qilib o'tamdi yoki faqat yemek ichmakda cheklanishi bilan yoki tarovih namozi bilan çekilini to'xtab qilib o'tamdi. Üstüne tushgan majburiyat ado qilib o'tamdi, bu odamlarga ado qilindi. Buni o'ylanadigan bir hal. Buni o'ylanadigan bir fursat. Bu Ramazon islom tasavvuri haqida, yoki islom tushunchasi xato tushunchali bo'lgan bo'lsa, o'zi qayta buni qarab chiqib, tuzitib oldigan. Bu Ramazon o'z-o'zini tekshiradigan, o'z-o'zini tanqid qiladigan, o'z-o'zini hisob oladigan, yangi bir ruh bilan, yangi bir iroda bilan tug'iladigan bir oy. Bu Ramazon. Bu Ramazonninki talabi taqozosi bu. Xulosaga vaqti bu Ramazon oyda hayotimizga umumiylik bir qator qayta qarab chiqish talab qilindi. Hayotimizni Ramazonning ruhi bo'yicha taqvolik, samimiyat, ixlos va ruh bo'yicha yangidan shakllantirish talab qilindi. Yangi bir g'oya, davomli Allohning roziligi deydigan bu g'oyani oldin o'rin qo'ydigan ruhni tiklash talab qilindi. Har vaqt yangi bir iroda bilan yangi bir ruh bilan, yangi bir sistem bilan hayot qadam bosadigan, yangi plan qadam bosadigan ayında ruhni tiklashni taqozo qildi. Bu Ramazon. Ramazonninki bir musulmondan talab qildigani bu. Ham Ramazon ening bu qadar bir qimmati, Allohga shunda to'sim. Ba'zi bir qarindoshlar yoki ko'plagan musulmonlar
Bununla beparvolik qilib, yoki sal qarab, Ramazon qanday kirgan bo'lsa, shu bitta o'zgartmay yoki o'zgartadigan, ya'ni o'zgartmay chiqib ketishi, buni nima deyishlar? Bu normal holatmi? Yoki eng og'ir ziyonmi? Yoki savobmi? Ramazon qanday kirgan bo'lsa, o'zgartmay o'ziga illatlan, yoki kuchaytiradigan narsani kuchaytmay, yoki o'ngshaydigan isloh qilmay o'zbek chiqib ketishning o'zi bu eng og'ir ziyon. Payg'ambarimiz shunday deydi hadis sharifda, Ramazon oyi kirsa, gunohlar mag'firat bo'lmay kirgandek chiqib ketgan odam ziyon tortgan odam. 30 kun ro'za tutdimi, tutdi. Bir narsa yemidimi, yemidi, ichmadi. Balkim ba'zi ibodatlarni qildi. Ama imani o'zgarish yo'q, axloqiy o'zgarish yo'q, uning ya'ni oldiga qarab menish yo'q. Azg'un fikrlari bo'lgan bo'lsa, uningdan yenish yo'q. Bir qarindoshlik ruhini tildirish yo'q. Diniy qarta sevgisi oldiga mamg'an. İjtimoiy ummatga qarta, vatan millat qarta mas'uliyati tirilmagan bo'lib qolsa, bu odam ziyon tortgan odam dedi. Ro'za tutgan bo'lsa-mi, bu odam ziyon tortgan odam dedi payg'ambarimiz. Endi biz Ramazon tutib turib, bu yerda o'zgartishga yoki qarab chiqish degislik nurg'un temalar. Masalan, siyosiy tema biz ilgari ko'p to'xtaldik. Iqtisodiy munosabat, iqtisodiy muomalaga aloqador nurg'un tema. Bugun o temaga kirmaymiz. Endi ijtimoiy munosabatga aloqador bir misol olaylik. Biroz tushunish uchun. Balki bu Ramazon oyi kirgan vaqtda boshqa oylar qargan vaqtda har birimizga yoki bizdan yoki boshqalardan bizga tilaklar keladi. Ramazon boshlanishidan bir qancha kun burun. Mendan o'tib ketgan yo'g'an bo'lsa, kechirib etsangiz ya kechirib etgaylar. Bu qarindoshning bir qarindoshiga, bir do'stning bir do'stiga, bir tuqqanning bir tuqqaniga, yoki bir oilaning bir oilaga bo'lgan husumatlari, jidal majralari, yoki uqishmaslik sababidan bu xil ahvollar yuz berdi. Demak bu holda har bir taraf qarish taraf meni bir apu qilib etgan bo'lsa, yoki mendan uzr so'ragan bo'lsa, yoki menga bir munosabatni asl keltirish uchun qo'lni uzatgan bo'lsa degan bu xil xiyollarni, bu xil o'ylarni o'ylamaydi deganmaydi, o'ylashi mumkin. Albatta bu tilaklarni da'vat qilgan yoki bu xil o'ylarni o'ylayotgan har bir musulmon, qanday musulmonsa namoz o'qiydi. Birinchi farzini ado qilayotgan, shahodatdan keyin ro'za tutadigan, zakatini beradigan, kechalar tarovih namozi, tahajjud namozi o'qiydigan bir musulmon. Buni da'vat qildilar. Ramazonda qarindoshim meni kechirib o'tang, mendan o'tib ketgan bo'lsa degan. Bir qarindishini halollik qilayotgan. Bu yerda bir mushni doirlar bor. Birisi bilan birisi qabullashib qoldi. Bir tuqqan bilan yana bir tuqqanning munosabati uzildi. Eng yaqin do'stlar bir dushmanniki yoki bir munofiqniki yoki bir qalbi marazning sababi bilan yotlashib ketdi. Yoki bir o'qishmas sababi bilan yiroqlashib ketdi degandek nurg'un ahvollar. Mushunday holatda ro'za tutgan, namoz o'qigan, zakatini beradigan qarindoshlar. Lekin mushunchalar bir yaxshidan bo'lsa-mi, ammo bunada bir illat bor. İjtimoiy munosabat ta'sir yetkazayotgan illat. Nima illat desa? Dushmanlik qilgan qarindoshiga, yoki qo'shnisiga, yoki millatiga, yoki ummatiga, yoki urug' tuqqaniga ziyonkashlik qildi. Dushmanlik qildi, chaqimchilik qildi, hasadxo'rlik qildi, urug' o'laydi. Mush yuqori illat bo'lganlik uchun, garchi u odam namoz o'qisimi, ro'za tutsimi, zakatini bersimi, kechalar qiyomda tursimi, Alloh taolo u odamning tutgan ro'zasini qabul qilmaydi, ham u odamning gunohlari mag'firat bo'lmaydi. Bu haqiqatan har bir musulmon, ro'za tutayotgan har bir musulmon, kechalari qiyomda turayotgan musulmon o'ylanishlik. Biz cho'ng bir doiradan kammidik, iqtisodga aldamchilik, qo'yimchilik, saxtipazlik u yerdan kammidik. Oddiy bir ish. Bir musulmonning yan bir musulmon bilan bo'lgan munosabati, bir qarindoshning yan bir qarindosh bilan bo'lgan munosabati, bir tuqqanning yan bir tuqqan bilan bo'lgan munosabati. Mish orliq yuz bergan narsa bir yomon ko'rish, hasad qilish, ziyonkashlik qilish, o'rik o'lash yoki uningga yuza bag'an chupga soldi deb qarchaplash deganga o'xshash bir ijtimoiy illa sababidan nima yuz beryapti desa, ro'zdan iborat eng ulug' ibodat u yerda qabul bo'lmaydi ro'za tutsimi dedi. O odamning gunohlari u yerda mag'firatga erishamaydi dedi. Mush nachar illatdan sababidan. Bu haqiqatan har birimizni hurkitadigan ish. Bu qalb hammamizda bor. Nafs hammamizda bor. Balkim birisiga hasad qilib qilish, balkim birisining yomon gapini qilib qilish, balkim birisiga o'ylamagan yerdan o'ylamay qilib qasdan bo'lmasa, balkim
kirimiz qasdan holat o'rik oladigan, qasdan holat yuzini to'kish uringan, qasdan holatda chiqib qo'ydigan, qasdan ziyonkashlik qilgan bu xil illatdan saqlanish bu intayin muhim. Lekin buni desem ba'zanlar bu nereden tapdın bu roz qabul olmaydan. Peygamberimizning dalilini hadisinde. Peygamberimiz shundaq deydi. İmam Müslim bayon qilgan bir hadis shundaq deydi. Jannatning darvozalari dushanba kuni bilan payshanba kunida ochiladi. Shu bu kunda roz tutish alayda tashviq qilindi, targ'ib qilindi, qiziqtirildi. Boshqa Ramazonda davomli qo'shiqmi? Yani boshqa vaqtlar. Dushanba kuni bilan payshanba kunida jannatning darvozalari ochiladi deydi. Roz tutganlar. Alloh taolo mush kunda shirk keltirmagan odamni boshqa sanmasin gunohini afv qiladi deydi. Shirk keltirgandan boshqa. Shirk keltirgandan boshqa, qatadan. Shirk keltirgandan boshqa odamning gunohini afv qiladi deydi. Ya'ni bu qanday gunoh desa, Alloh bilan bandaning orasidagi gunoh. Ma'ni ayirish lazım. Yani boshqa insonlar haqida ap bo'lgan, uning meliga tajovuz qilgan, obro'yiga tajovuz qilgan, jiniga tajovuz qilgan, ippitiga tajovuz qilgan, yana bir tajovuz qilgan, u kirmaydi, u insonlar. Alloh bilan banda orasidagi bir gunoh bo'lib qolsa, Alloh taolo shirk keltirmaganlar bo'lsa afv qiladi. Bir shirkni mi berish lazım? Shirkdan maqsad mayli butni shirk keltirgan bo'lsin, mayli insonni shirk keltirgan bo'lsin, mayli bir sistemni yoki tuzumni shirk keltirgan, falsafani shirk keltirgan bo'lsa, hammasi o'xshash shirk. Bu faqatlab tiklab qo'ygan butni o'zlam shirk emas. Ya'ni Allohning payg'ambarning so'zining oldiga boshqa birisining muqaddas holat kirib, muqaddas holatga etkazsa, boshqa birisining so'zini bu shirk bo'ladi, shirk bo'ladi. Bu ijtihodiy masala ayrim. Lekin Allohning so'ziga qarshi chiqib, payg'ambarning manhajiga qarshi chiqib, bir insonning islomga zid qiladigan bir falsafasini, nazariyasini muqaddas o'ringa chiqib qarasa, bu shirk degan ash. Shirk keltirmaganlar bo'lib qolsa, Alloh bilan banda orasidagi har qanday gunohni kechirim qiladi. Lekin bir musulmon, yana bir musulmon adovat tutgan bo'lsa kechirmaydi deydi. Shu roz tutgan bo'lsa-mi? Dushanba kunlikda, payshanba roz tutgan bo'lsa-mi, bir musulmon ala axi hadisda qarindishi bor. Bir musulmon bir qarindishining orasida, bir musulmon yana bir qarindishining orasida bir adovat bo'lgan bo'lsa, kechirmaydi. Qachon kechirildi desa, ikkiga yarashqa vaqtida. İkkiyle münasebetini joyiga kelgan vaqtida enin kendi ro'simi qabul bo'ladi, endin gunoh mag'firat qilindi. Bu mening so'zim emas. Allohning va'yisini qabul qildigan, va'yini yetkazdigan payg'ambarimizning so'zi. Demak, bu dushanba, payshanba kunlik ashla ol ro'z tutgan vaqtidami Alloh taolo farishtalarga ma ikkilan o'zining orasidagi adovatni, jidal majroni, dushmanlikni hal qilmoqchi gunohini mag'firat qilish, to'xtab turinglar dedi. Buni her bir musulmon o'ylanadi. Bu bizning pulni elib olibdimi desiya? Bizning jannatga zamin bo'libdimi desiya? Adovat yani. Nima desa, jiq yuz berib saldigan, ko'plagan qarindoshlarimiz diqqat qilmay yuz beradigan bir adovat. Dushmanlik, ziyonkashlik. Bu haqda her bir musulmon Ramazon oyini o'zi o'rnak qilib, boshqa vaqtlarda o'zini cho'ng ko'rsatish, yoki o'zini bozor silish, yoki mellam cho'ngtim deydigan ishlar bilan, yoki boshqa bir sababdan qilayotgan mana ishlarga bir oz o'ylanish lozim. Bu masala haqiqatan har biraylarni o'ylantiramiz. Balkim har birimizda yoki har bir kishida yoki ko'plagan kishilarda haftalardir davom qilgan, oylardir davom qilgan yoki yillardir davom qilgan ba'zi bir mushunda illat yuz berishi mumkin. Mushunda illat yuz bergan bo'lsa, Ramazon oyini fursat bilib har bir qarindosh, yana bir qarindoshining apu so'rasa. Ularga burun bir salom bersa payg'ambarimizning hadisi bo'yicha bir musulmondan yana bir musulmonga burun salom bergini eng yaxshi degan bu nima degan yaxshi. Chunki payg'ambar alayhisalom bir musulmon yana bir musulmon qabullashib qolgan bo'lsa 3 kun. O'xshmas yuz bergan bo'lsa 3 kun kishi adovatning vaqti 3 kun. 3 kundan keyin bu ish joyiga tushish lozim. Mushu ikkilarning ichida qaysi burun salom qilgan bo'lsa, qaysi burun normal bir munosabatni hayotga ekkagan bo'lsa, cho'ngchilik qilmay, nafsini besab, kibrlikini besab, shayton jang e'lon qilib, bu mening musulmon qarindishim deb qalbidan yaxshi ko'rib qiladigan bo'lsa, bu eng yaxshi inson. Bu gunohlarningki kechirilishiga, ro'zininki qabul bo'lishiga sharoit hozirlaydigan inson. Bu har bir qarindosh, har bir birodar o'ylanish tegishli masala. Shunga hammalarga mendan ta'kidlayki, bu kang qo'saq qilish. Intayin. Bu Ramazon oyida adovatni tamoman yo'qotish muhim. Bir musulmonga dushmanlik qilishni tamoman tashlash muhim.
Bir musulmonga o'rik bo'ladigan ishdan tamoman yiroq turish. Bir musulmonning ustidagi haqlari bor. Eng ozi buningki bir musulmonga namozda, boshqa vaqtlarda bir duo qilish. Uy olgan bo'lsa barakat tilash, tijorat qilgan bo'lsa barakat tilash, bir ishni boshlagan bo'lsa ishining o'ngishli bo'lishini tilash. Ammo uning aksicha ziyon, ofat yoki musibat kelgan bo'lib qolsa, bu musulmonlikningki alamatining qalbida bir narsa tepilmaydi. Mana mushu nimaga dair tushib qoladi. Hasad, o'chmanlik bilan ziyonkashlik talab qilib qolsa, uning qilgan ibodatlari yoki ro'z yarimchisi u to'xtablik qoladi. Shunga har biraylar bu tutgan ro'zimizdan qabul bo'lmasligi, qilayotgan boshqa ibodatlarning qabul bo'lmasligi haqida ijtimoiy munosabatga intayin ahamiyat berish muhim. Nima ish qilsa? Peygamberimizden başka nurgullan hadislerde bayan kılgandak, ijtimoiy munosabatning buzilishi, millatning buzilishi keltirib. Millatning buzilinishi, bo'linishi, parchalanishi keltirib chiqadi. Millat bo'lindi, parchalandi, vatan qo'ldan ketdi, millat qo'ldan ketdi, davlat qo'ldan, hamma narsa qo'ldan ketdi degan bugungi mush oqibatga keldi. Xalqimiz musulmon. Ro'za tutamdi desa, tarixdan tortib musulmon bo'lgan ro'za tutdi. Namoz o'qimiz, namoz o'qiydi. Ama nima uchun g'alba qilmaymiz Ramazonning 17sida va boshqa vaqtlar to'xtamay jihad haqida to'xtalamiz, janglar haqida nima qilamiz? Ammo nima uchun ishlarimiz oldirmaydi? Nima uchun bizni birga ekilib, bir sapga, bir ruh eklanmayotgan nima var bu yer? Biz tarovihni birga o'qiymiz, ro'zani o'xshash bir vaqt tutamiz. Ko'pinchimizning yegan narsamiz o'xshash. Jiqbi paqitib ketmaydi, lag'man pola biz millatning go'shtini hisob qilmaganda. Lekin ishlarimiz bu yerdagi eng cho'ng omil nimasi? Millatni qarotib olgan, millatga eng cho'ng dushmanlik qilayotgan narsa nimasi? Adovat, o'chmanlik. Bir-birini ko'rolmaslik. Bir-birini ko'rolmas. Bu ikki odamning orasida emas, bu jamiyat orasidagi eng cho'ng ofat. Shuning bu yerda biz Ramazon orqali bu illatni, bu ofatni qutulolmay qolib qolsak, bu dinimiz yana kelgan bo'lamiz, vatangimiz yana kelgan bo'lamiz, millatimiz yana kelgan bo'lamiz. Natijada bizning ibodatlarimiz bu qabul bo'lmaydigan eng xatarlik bir bosqichga kelib qoladi. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Bir şeyde tügesek programımızda. Kadirli körümelerimiz hakikaten nayeti güzel bir esletmele sözlenip öttü kısa bir vakit içinde. Hakikaten yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de deydiğimde şu kıyamet günü şunda bir insanlar nurgun çoğun emeller bilen kilidu. Ama fecealnahu haba'en mensura. Nurgun emel yazılgan her çoğun emeller. Onu çağ tozanğa aylandırıp etimiz dep agahlandırgan insanlardan bu kalması için bilgen sözlengen bu mezmunlar. Emel ba mı ba, kılgan iş ba mı ba, nurgun dersini kıvettim, onu kıldım, bunu kıldım. Ama en şundak çağ tozanğa aylanıp ketişten Allah hemmimizni saklap kalsın, bulup mu ahirki 10 günde turvatımız, her bir emellerimizde, her günü özümüzden nurgun suallar sorulduğun, şu Resulümüz agahlandırgandek, mağfiret kılınmay çıkıp ketken kişinin halığı vay diyen, aşı baxtsizlarının qatarıga düşüp kalması için bulup mu bu ahirki küllerini bek çın tutuşumuz, qadirleşimiz gerek dep qarayman. Allah hemmimizin nasip kılsın. Muflislerinin ki kıyamet günü Allah'ın aldığı nurgun emeller bilen berip ama Peygamber sallam sahabelerden soraydı gamdı. Muflisning mening ümmetimning ichidagi vayron bo'g'ichi kishi muflis degan kim bo'lsa, butun mol dunyosini ayrilib, yalang'tosh bo'lib qolgan inson deb sahobalar javob berganda, uningga Peygamber sallam tushuncha berdi. Ümmetimning ichidagi muflis qiyomat kuni namoz, ro'za, zakat, nurgun amallar bilan keladi, ammo uni tillab qo'ygan, buning haqqini yeb olgan, uni qo'ygan. Ashundaq nurgun insonlarning haqqi bilan u nurgun insonlarning haqqini dümbüsüge yürüyen halet dikilib. Ve ula kıyamet günü onun yaxşı amellerinin hemmesini uyak bir yakka ep gidip kupkuruk halette ayınıp kaldığın kişi benim ümmetimden değil. Bu agahlandırışla elbette her birimizin çöçütüş gerek. Allah bu mübarek küllerde mağfiret kılın Allah'dan kılsın. Tilekimiz, duarımız bu olsun. Allah ömür bəsi aldığımızdaki sanda başka bir temada görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.